Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qimmatli vaqtlarini ayamasdan mening chiqishlarimni kuzatib borayotgan mening qadrdon obunachilarim, O'zbekiston xalqi, butun dunyodagi musulmon ahli, olimu ulamo, din peshvolari. Mana bugun 2026-yil 18-mart chorshanba kuni soat 20:15. Sizlar bilan efir orqali diydor ko'rishib turganimdan xursandman. Qudratullo Qurbonov, Qonun faqat qog'ozdan kanali muallifi. Mana jonajon mamlakatimizga mehmon bo'lib kelgan ro'zai Ramazon ketish arafasida. Muborak ro'zai Ramazonda tutgan ro'zalaringiz, o'qigan taroveh namozlaringizni Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Men shu fursatdan foydalanib, shaxsan o'zim va oila a'zolarim nomidan yurtboshimiz jonajon O'zbekistonimizning prezidenti muhtaram Shavkat Miramonovich Mirziyoyevni, O'zbekiston xalqini, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarini, butun dunyodagi musulmon ahlini, din peshvolarini, qolaversa barchani muborak ayyom Ramazon hayiti bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Samimiy tabriklayman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miramonovich umrlari uzoq bo'lsin, sog' omon bo'lsinlar. O'zbekiston xalqiga qilayotgan xizmatlardan hech qachon charchamasinlar. Tan jonlari sog' bo'lsin. O'zbekiston xalqining boshiga omon bo'lsinlar. Azizlar, kirib kelayotgan Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangizlar, niyatlaringizga yetingizlar. Qilgan duolaringizni Alloh taolo ijobat aylasin. O'tganlarini oxirati obod bo'lsin. Yana azaldan milliy qadriyatimiz bo'lgan Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Xudoyim taolo barchamizni boshimizni omon aylasin. Dunyomiz tinch, osmonimiz musaffo, tani jonimiz sog' salomat bo'lsin. Kimki nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Qilgan orzulari amalga oshsin. Alloh taolo barchamizni o'z panohida asrasin. Barchangizga, hammangizga qo'shaloq bayram, ertangi Arafa kuni muborak
Ramazon hayiti, Navruz bayrami muborak bo'lsin, yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Nima orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga yetishlaringizni Allohdan so'rab qolaman. Hech qachon kam bo'lmaysizlar, g'am ko'rmaysizlar. Doimo xursand bo'lib, sho'x shodon kulib yurish nasib aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr demayman. Yana efir orqali ko'rishguncha deb qolaman. Efir orqali ko'rishguncha azizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Alloh panohida asrasin. Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin barchamizga.